Assalamu alaikum. Rahmatullohi va barakatuh. Kutmanlı okşulak gününüzlerмен, hurmatlı Noqat Qarjimato'd kanalının atavchilari, bugun 1-oktyabr kungi 6-kun. 6-kundagi ertaminenki kurs qanday bo'ldi? Sizlarga ma'lumot beramiz. Qirg'iziston qaysi yerida bo'lsa da, qaysi yerda bo'lsa da like bosib, kommentar yozib qo'yinglar. Biz hozir birinchilar Finkabankka keldik. Finkabankda qancha kun kurslari shu yerdan tanishtiramiz. Noqat Qarjimato'd kanalı daima sizlar bilan. Birinchilar biz Finkabankka keldik. Finkabankda 82 so'm 70 tiyin dollar, 79 so'm 80 tiyin euro, 1 so'm 30 tiyin rubl ekan Finkabankda. Hozir Ekoslombankka boramiz. Ekoslombankda qancha ekan shu yerdan ko'rishamiz. Ekoslombankka keldik. Ekoslombankda 80 so'm 50 tiyin dollar, 78.00 euro, 1 so'm 32 tiyin rubl ekan. Bu yerda rublning kursi kecha juma kunidagidek ekan. Doskreditbankka keldik. Doskreditbankda 80 tiyin dollar, 79 tiyin euro, 1 so'm 32 tiyin rubl ekan. Bu yerda de rubl kecha juma kunidagi kurs kechki kurs bilan bir ekan. Hozir tuğanlar mana Aziya bankda kurs o'zgardi. Sotib oluvlar 1 so'm 80 yo'q, 1 so'm 30 tiyin rubl. Dollar 83 so'm 00, 80 dollar 80 so'm 50 tiyin 80 so'm euro ekan. Rubl az o'zgardi tuğanlar. 1 so'm 30 tiyin qoldi. 6-kun shunday bo'lib, tijorat olganlar bahosi ko'tarilib qolishi mumkin. Boqay bankka kelib, Boqay bankda 83 so'm dollar, 80 so'm euro, 1 so'm 30 tiyin rubl ekan. Bu yerda de rubl tushib ketdi. 6-kun tushib tuğanlar. Noqat Qarjimato'd kanalı daima sizlarning xizmatingizda. Qo'shlashib qo'ydi. Daim xizmatingizda. Bugungi dam olishingiz yaxshi bo'lsin demoqchiman. Ertaminenki kurs shunday bo'ldi. Daim sizlarning xizmatingizda Noqat Qarjimato'd kanalı. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz. Sizlar bilan qo'shlashib qo'yamiz. Xudo xohlasa ko'rishamiz.